Ulug'larimiz aytadilarki, bilasizlarmi, qabriston ahlini bitta armoni bo'ladi, bitta orzusi bo'ladi. Nima u desa, biz qabristonga kirganimizda qabriston egalariga nima deymiz? Assalomu alayka ya ahlal qubur deymiz. Ey qabr egalari, sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Sizlar ham bizga o'xshab bu yerga kelgansizlar, biz ham sizlarga o'xshab bir kuni bu yerga kelamiz degan ma'nodagi gapni aytamiz. Qabriston ahli mushtoq bo'lar ekan. Nimaga? Shu assalomu alaykum deganda va alaykumussalam degan alik olinganda beriladigan savobga muhtoj bo'lar ekan. Qaniydi Alloh taolo hozir shunday qabrimdan tiriltirsa-yu va alaykumussalam deb turib alik olib savobga erishsin. Ya'ni kichkina savob beriladi. Salomga, alik olishga kichkina savob beriladi. Marhumlar hatto shuni orzu qilar ekan. Bizga salom bersa esimizdan chiqib o'tib ketishimiz mumkin yoki amallarga beparvo bo'lishimiz mumkin. Kimdir salom bersa eshitmaganga olib yoki adovat sabab yoki bilmasdan o'tib ketishimiz mumkin. Lekin qabriston egalari shu savobga ham muhtoj bo'lar ekan. Nimaga? Vafot etgandan keyin bandani qilgan amaliga qarab qabrda munosabat boshlanadi.